ertalab endi xotin uyg'onishibdi. Endi bir payt endi ko'chaga chiqib ketish kerak-da. Adasi choy ichmayman choy. Anaqa ozgina pul? Yo'q pul. Pul yo'q. Sani tag'lagini faqat pul bilan ko'targanmi? Yo'q pulim. Qayerdan bo'ladi? Mana hada pul men robotmanmi? Har narsaga pul topadigan. Bunga yugurtirasan meni, cho'rtmanmi men seni? Qara, o'zing cho'rt deb o'ylaganman. Shiqida eshikni yopib chiqib ketgan ekan. Mashinaga duf etib o'tirib tiqib yopib, endi o'ynashga telefon kerak. Shiqida chiqib tut. Avaz. Naqasiz. Nima qilasiz? Boshlagani qara, alavri o'ynashdan olib. O'tirdim. Ana shu sizga bir narsa aytmoqchi edim-da, jonsa. Shunaqa gapirsa, ayol kishiga nima so'raydi, bemalol degani qarab, kutiga tersa bir so'm tushmaydi, qancha. Shu sal xijolat bo'lmadi hechga. Voy, be, nimadan xijolat bo'ladi? Voy, pul mo're-yu, nima kerak, qancha pul kerak, so'rang, mana men beraman sizga pul. Nima olmoqchisiz? Siz osmondagi boru oilaga arziysiz-u. Mana men sizga o'sha osmondagi oila olib berib, bo'yningizga yulduzlardan marjon qilib bersam, Mahmud namozov aytganda-ya. Men yaxshi ko'rgani bu Gersham bor, u yomon keldi. O'sha labini zo'r qilib bitta kostyum o'shanga bormoqchi edim. Madina opa degan qiz ekan. Boring. Ayol kishi degani o'ziga qarab yurgani yaxshi-da. Bada. Menga qancha kerak? Shuni gapiring. Siz menga nima problemangiz bo'lsa aytavering. Sizni problemangiz, mana meni problemam. Mana men rishat qilaman. Erkak bo'lib, mana men hammasini sizga topib beraman deganni qara. Endi bir payt labini qildirganda, chiroyli bo'lib endi bir payt, mana qarang, labini qildirdim, chiroyli bo'ldi. O bila. Ana endi siz haqqoniy seksi lady bo'libsiz-da. Ana endi labingizdan mashina qilib sizni o'psa bo'ladi. Endi bir payt lablarim ko'karib davtalar chiqdi desa, hech narsa qilmaydi, zato ba'zan o'pishamiz deganni qara. Qarang, ertalab endi xotin uyg'onishibdi. Endi bir payt endi ko'chaga chiqib ketish kerak-da. Adasi choy ichmayman choy. Anaqa ozgina pul? Yo'q pul. Pul yo'q. Sani tag'lagini faqat pul bilan ko'targanmi? Yo'q pulim. Qayerdan bo'ladi? Mana hada pul men robotmanmi? Har narsaga pul topadigan. Bunga yugurtirasan meni, cho'rtmanmi men seni? Qara, o'zing cho'rt deb o'ylaganman. Shiqida eshikni yopib chiqib ketgan ekan. Mashinaga duf etib o'tirib tiqib yopib, endi o'ynashga telefon kerak. Shiqida chiqib tut. Avaz. Naqasiz. Nima qilasiz? Boshlagani qara, alavri o'ynashdan olib. O'tirdim. Ana shu sizga bir narsa aytmoqchi edim-da, jonsa. Shunaqa gapirsa, ayol kishiga nima so'raydi, bemalol degani qarab, kutiga tersa bir so'm tushmaydi, qancha. Shu sal xijolat bo'lmadi hechga. Voy, be, nimadan xijolat bo'ladi? Voy, pul mo're-yu, nima kerak, qancha pul kerak, so'rang, mana men beraman sizga pul. Nima olmoqchisiz? Siz osmondagi boru oilaga arziysiz-u. Mana men sizga o'sha osmondagi oila olib berib, bo'yningizga yulduzlardan marjon qilib bersam, Mahmud namozov aytganda-ya. Men yaxshi ko'rgani bu Gersham bor, u yomon keldi. O'sha labini zo'r qilib bitta kostyum o'shanga bormoqchi edim. Madina opa degan qiz ekan. Boring. Ayol kishi degani o'ziga qarab yurgani yaxshi-da. Bada. Menga qancha kerak? Shuni gapiring. Siz menga nima problemangiz bo'lsa aytavering. Sizni problemangiz, mana meni problemam. Mana men rishat qilaman. Erkak bo'lib, mana men hammasini sizga topib beraman deganni qara. Endi bir payt labini qildirganda, chiroyli bo'lib endi bir payt, mana qarang, labini qildirdim, chiroyli bo'ldi. O bila. Ana endi siz haqqoniy seksi lady bo'libsiz-da. Ana endi labingizdan mashina qilib sizni o'psa bo'ladi. Endi bir payt lablarim ko'karib davtalar chiqdi desa, hech narsa qilmaydi, zato ba'zan o'pishamiz deganni qara. Qarang, ertalab endi xotin uyg'onishibdi. Endi bir payt endi ko'chaga chiqib ketish kerak-da. Adasi choy ichmayman choy. Anaqa ozgina pul? Yo'q pul. Pul yo'q. Sani tag'lagini faqat pul bilan ko'targanmi? Yo'q pulim. Qayerdan bo'ladi? Mana hada pul men robotmanmi? Har narsaga pul topadigan. Bunga yugurtirasan meni, cho'rtmanmi men seni? Qara, o'zing cho'rt deb o'ylaganman. Shiqida eshikni yopib chiqib ketgan ekan. Mashinaga duf etib o'tirib tiqib yopib, endi o'ynashga telefon kerak. Shiqida chiqib tut. Avaz. Naqasiz. Nima qilasiz? Boshlagani qara, alavri o'ynashdan olib. O'tirdim. Ana shu sizga bir narsa aytmoqchi edim-da, jonsa.
Shunaqa gapirsa, ayol kishiga nima so'ravering, bemalol degani qarab, kutiga tegsa bir so'm tushmaydi, qancha. Shu sal xijolat bo'lmadi hechga. Voy, be, nimadan xijolat bo'ladi? Voy, pul mo're-yu. Nima kerak? Qancha pul kerak? So'rang, mana men beraman sizga pul. Nima olmoqchisiz? Siz osmondagi boru oilaga arziysiz-u. Mana men sizga o'sha osmondagi oila olib berib, bo'yningizga yulduzlardan marjon qilib bersam, Mahmud namozov aytganda-ya. Men yaxshi ko'rgani bu Gersham bor, u yomon kelin. O'sha labini zo'r qilib bitta kostyum o'shanga bormoqchi edim. Madina opa degan qiz ekan. Boring. Ayol kishi degani o'ziga qarab yurgani yaxshi-da. Bada. Menga qancha kerak? Shuni gapiring. Siz menga nima problemangiz bo'lsa aytavering. Sizni problemangiz, mana meni problemam. Mana men rishat qilaman. Erkak bo'lib, mana men hammasini sizga topib beraman deganni qara. Endi bir payt labini qildirganlar, chiroyli bo'lib endi bir payt, mana qarang, labini qildirdim, chiroyli o'tdim. O bila. Ana endi siz haqqoniy seksi lady bo'libsiz-da. Ana endi labingizdan mashla qilib sizni o'psa bo'ladi. Endi bir payt lablarim ko'karib daldalar chiqdi desa, hech narsa qilmaydi, zato ba'zan o'pishamiz deganni qara. Qarang, ertalab endi xotin uyg'onishibdi. Endi bir payt endi ko'chaga chiqib ketish kerak-da. Adasi choy ichmayman choy. Anaqa ozgina pul? Yo'q pul. Pul yo'q. Sani taqlagini faqat pul bilan ko'targanmi? Yo'q pulim, qayerdan bo'ladi? Mana hada pul, men robotmanmi, har narsaga pul topadigan. Bunga yugurtirasan meni, cho'rtmanmi men sen? Qara, o'zing cho'rt deb o'ylaganmi? Shiqida eshikni olib chiqib ketgan ekan. Mashinaga duf etib o'tirib, tiqirtib olib, endi o'ynashga telefon beradi. Shiqida chiqib. Avasa. Naqasiz. Nima qilasiz? Boshlagani qara, alavri o'ynashdan olib. O'tirdim. Ana shu sizga bir narsa aytmoqchi edim-da, ijozat. Shunaqa gapirsa, ayol kishiga nima so'ravering, bemalol degani qarab, kutiga tegsa bir so'm tushmaydi, qancha. Shu sal xijolat bo'lmadi hechga. Voy, be, nimadan xijolat bo'ladi? Voy, pul mo're-yu. Nima kerak? Qancha pul kerak? So'rang, mana men beraman sizga pul. Nima olmoqchisiz? Siz osmondagi boru oilaga arziysiz-u. Mana men sizga o'sha osmondagi oila olib berib, bo'yningizga yulduzlardan marjon qilib bersam, Mahmud namozov aytganda-ya. Men yaxshi ko'rgani bu Gersham bor, u yomon kelin. O'sha labini zo'r qilib bitta kostyum o'shanga bormoqchi edim. Madina opa degan qiz ekan. Boring. Ayol kishi degani o'ziga qarab yurgani yaxshi-da. Bada. Menga qancha kerak? Shuni gapiring. Siz menga nima problemangiz bo'lsa aytavering. Sizni problemangiz, mana meni problemam. Mana men rishat qilaman. Erkak bo'lib, mana men hammasini sizga topib beraman deganni qara. Endi bir payt labini qildirganlar, chiroyli bo'lib endi bir payt, mana qarang, labini qildirdim, chiroyli o'tdim. O bila. Ana endi siz haqqoniy seksi lady bo'libsiz-da. Ana endi labingizdan mashla qilib sizni o'psa bo'ladi. Endi bir payt lablarim ko'karib daldalar chiqdi desa, hech narsa qilmaydi, zato ba'zan o'pishamiz deganni qara. Qarang, ertalab endi xotin uyg'onishibdi. Endi bir payt endi ko'chaga chiqib ketish kerak-da. Adasi choy ichmayman choy. Anaqa ozgina pul? Yo'q pul. Pul yo'q. Sani taqlagini faqat pul bilan ko'targanmi? Yo'q pulim, qayerdan bo'ladi? Mana hada pul, men robotmanmi, har narsaga pul topadigan. Bunga yugurtirasan meni, cho'rtmanmi men sen? Qara, o'zing cho'rt deb o'ylaganmi? Shiqida eshikni olib chiqib ketgan ekan. Mashinaga duf etib o'tirib, tiqirtib olib, endi o'ynashga telefon beradi. Shiqida chiqib. Avasa. Naqasiz. Nima qilasiz? Boshlagani qara, alavri o'ynashdan olib. O'tirdim. Ana shu sizga bir narsa aytmoqchi edim-da, ijozat. Shunaqa gapirsa, ayol kishiga nima so'ravering, bemalol degani qarab, kutiga tegsa bir so'm tushmaydi, qancha. Shu sal xijolat bo'lmadi hechga. Voy, be, nimadan xijolat bo'ladi? Voy, pul mo're-yu. Nima kerak? Qancha pul kerak? So'rang, mana men beraman sizga pul. Nima olmoqchisiz? Siz osmondagi boru oilaga arziysiz-u. Mana men sizga o'sha osmondagi oila olib berib, bo'yningizga yulduzlardan marjon qilib bersam, Mahmud namozov aytganda-ya. Men yaxshi ko'rgani bu Gersham bor, u yomon kelin. O'sha labini zo'r qilib bitta kostyum o'shanga bormoqchi edim. Madina opa degan qiz ekan.
Boring. Ayol kishi degani o'ziga qarab yurgani yaxshi-da. Bak. Menga qancha kerak shuni gapiring. Siz menga nima problemangiz bo'lsa aytavering. Sizni problemangiz mani problemam. Men rishat qilaman. Erkak bo'lib, men hammasini sizga topib beraman deganni qara. Endi bir payt labini qildirganlar, chiroyli bo'lib endi bir payt mana qarang, labini qildirdim, chiroyli bo'ldim. O bila. Ana endi siz haqqoniy seksi lady bo'libsiz-da. Ana endi labingizdan boshqa qilib sizni o'psa bo'ladi. Endi bir payt lablarim ko'karib daldalar chiqdi desa, eshitsa qilmaydi, zato ba'zan o'pishamiz deganni qara. Qarang, ertalab endi xotin uyg'onishibdi. Endi bir payt endi ko'chaga chiqib ketish kerak-da. Adasi choy ichmayman choy. Ana ozgina pul? Yo'q pul. Pul yo'q. Sani taqlagini faqat pul bilan ko'targanmi? Yo'q pulim, qayerdan bo'ladi? Mana hada pul, men robotmanmi, har narsaga pul topadigan. Bunga yugurtirasan meni, cho'rtmanmi men sen? Qara, o'zing cho'rt deb o'ylaganman. Shiqida eshikni olib chiqib ketgan ekan, mashinaga duf etib o'tirib tiqirtib olib, endi o'ynashga telefon kerak. Shiqida chiqdi. Avasa. Naqasiz. Naqasiz boshlagani qara, alavri o'ynashdan olib. O'tirdim. Ana shu sizga bir narsa aytmoqchi edim-da, ijozat. Shunaqa gapirsa, ayol kishiga nima so'raydi, bemalol degani qarab, kutiga tegsa bir so'm tushmaydi, qancha. Shu sal xijolat bo'lmadi hechga. Voy, be, nimadan xijolat bo'ladi? Voy, pul mo're-yu. Nima kerak? Qancha pul kerak? So'rang, men beraman sizga pul. Nima olmoqchisiz? Siz osmondagi boru oilaga arziysiz-u. Men sizga o'sha osmondagi oila olib berib, bo'yningizga yulduzlardan marjon qilib bersam, Mahmud namozov aytganda-ya. Men yaxshi ko'rgani bu yersham bor-u, yomon keldi. O'sha labini zo'r qilib bitta kostyum, o'shanga bormoqchi edim. Madina opa degan qiz ekan. Boring. Ayol kishi degani o'ziga qarab yurgani yaxshi-da. Bak. Menga qancha kerak shuni gapiring. Siz menga nima problemangiz bo'lsa aytavering. Sizni problemangiz meni problemam. Men rishat qilaman. Erkak bo'lib, men hammasini sizga topib beraman deganni qara. Endi bir payt labini qildirganlar, chiroyli bo'lib endi bir payt mana qarang, labini qildirdim, chiroyli bo'ldim. O bila. Ana endi siz haqqoniy seksi lady bo'libsiz-da. Ana endi labingizdan boshqa qilib sizni o'psa bo'ladi. Endi bir payt lablarim ko'karib daldalar chiqdi desa, eshitsa qilmaydi, zato ba'zan o'pishamiz deganni qara. Qarang, ertalab endi xotin uyg'onishibdi. Endi bir payt endi ko'chaga chiqib ketish kerak-da. Adasi choy ichmayman choy. Ana ozgina pul? Yo'q pul. Pul yo'q. Sani taqlagini faqat pul bilan ko'targanmi? Yo'q pulim, qayerdan bo'ladi? Mana hada pul, men robotmanmi, har narsaga pul topadigan. Bunga yugurtirasan meni, cho'rtmanmi men sen? Qara, o'zing cho'rt deb o'ylaganman. Shiqida eshikni olib chiqib ketgan ekan, mashinaga duf etib o'tirib tiqirtib olib, endi o'ynashga telefon kerak. Shiqida chiqdi. Avasa. Naqasiz. Naqasiz boshlagani qara, alavri o'ynashdan olib. O'tirdim. Ana shu sizga bir narsa aytmoqchi edim-da, ijozat. Shunaqa gapirsa, ayol kishiga nima so'raydi, bemalol degani qarab, kutiga tegsa bir so'm tushmaydi, qancha. Shu sal xijolat bo'lmadi hechga. Voy, be, nimadan xijolat bo'ladi? Voy, pul mo're-yu. Nima kerak? Qancha pul kerak? So'rang, men beraman sizga pul. Nima olmoqchisiz? Siz osmondagi boru oilaga arziysiz-u. Men sizga o'sha osmondagi oila olib berib, bo'yningizga yulduzlardan marjon qilib bersam, Mahmud namozov aytganda-ya. Men yaxshi ko'rgani bu yersham bor-u, yomon keldi. O'sha labini zo'r qilib bitta kostyum, o'shanga bormoqchi edim. Madina opa degan qiz ekan. Boring. Ayol kishi degani o'ziga qarab yurgani yaxshi-da. Bak. Menga qancha kerak shuni gapiring. Siz menga nima problemangiz bo'lsa aytavering. Sizni problemangiz meni problemam. Men rishat qilaman. Erkak bo'lib, men hammasini sizga topib beraman deganni qara. Endi bir payt labini qildirganlar, chiroyli bo'lib endi bir payt mana qarang, labini qildirdim, chiroyli bo'ldim. O bila. Ana endi siz haqqoniy seksi lady bo'libsiz-da. Ana endi labingizdan boshqa qilib sizni o'psa bo'ladi.
Endi bir payt lablarim ko'karib daldalar chiqdi desa, eshitsa men zato bazaq o'pishamiz degani qara. Qara, ertalab endi xotin uyg'onishibdi. Endi bir payt endi ko'chaga chiqib ketish kerak-da. Adasi choy ichmayman choy. Anaqa ozgina pul? Yo'q pul. Pul yo'q. Sani tagligini faqat pul bilan ko'targanmi? Yo'q pulim, qayerdan bo'ladi? Mana hozir pul men robotmanmi? Har narsaga pul topadigan. Bunga yugurtirasan meni, cho'rtmanmi men sen? Qara, o'zing cho'rt deb o'ylaganmi? Shiqida eshikni olib chiqib ketgan ekan. Mashinaga duf etib o'tirib tiqirtib yo'q, endi o'ynashga telefon kerak. Shiqida chiqib tut. Laqasiz. Laqasiz boshlagani qara, alavri o'ynashdan olib. O'tirdim. Ana shu sizga bir narsa aytmoqchi edim-da, jon. Shunaqa gapirsa, ayol kishiga nima so'raysiz? So'ravering, bemalol degani qarab, kutiga tersa bir so'm tushmaydi, qancha. Shu sal xijolat bo'lmadi hechga. Voy, be, nimadan xijolat bo'ladi? Voy, pul mo're-yu. Nima kerak? Qancha pul kerak? So'rang, mana men beraman sizga pul. Nima olmoqchisiz? Siz osmondagi boru oilaga arziysiz-u. Mana men sizga o'sha osmondagi oila olib berib, bo'yningizga yulduzlardan marjon qilib bersam, Mahmud namozov aytganda-ya. Men yaxshi ko'rgani bu yersam bor-u, yomon keldi. O'sha labini zo'r qilib bitta kostyum o'shanga bormoqchi edim. Madina opa degan qiz ekan. Boring. Ayol kishi degani o'ziga qarab yurgani yaxshi-da. Qancha kerak? Shuni gapiring. Siz menga nima problemingiz bo'lsa aytavering. Sizni problemingiz, meni problemam. Mana men rishat qilaman. Erkak bo'lib, mana men hammasini sizga topib beraman deganni qara. Endi bir payt labini qildirganda, chiroyli bo'lib endi bir payt, mana qarang, labini qildirdim, chiroyli o'tdim. O bila. Ana endi siz haqqoniy seksi lady bo'libsiz-da. Ana endi labingizdan mashina qilib sizni o'psa bo'ladi. Endi bir payt lablarim ko'karib daldalar chiqdi desa, eshitsa men zato bazaq o'pishamiz degani qara. Qara, qaynana kelinidan qo'rqsa. Yoqa bering. Jon ponimga ham tegib ketdingiz. Qachon qarama yil 12 oy kasalsiz. Nimaga? Nimaga qadib kasal bo'laverasiz? Mana shunda jonimga tegdingiz, bilasizmi shuni? Qara, qaynanasi shunaqa desa. Qaynanasini buyrak kasalmi, nima bo'lgan? Endi qonsiyi bo'lgur, qonsigan. Sen, bo'ling tezroq, bo'l. Voy, mana bo'lgan o'sha. Qon tushyaptimi deyman ki, tushaveradi. Qonsiyi bo'lasiz endi siz. Sen, bo'ling tez. Voy. Keyin bu sedini o'zingiz yaxshi bo'lasiz-da deganni qara. Ishi tushganda yaxshi gapirib, "Oyjon, ana ertanni prosta men sizlarni oilalarni o'ylayman, o'zimiz oilamizni o'ylayman. Oyjon, ertaga o'lib ketganingizdan keyin biz mana bu uyni nomimizga o'tkaza olmay qiynalib qolamiz. O'shaning uchun ana men bu qog'ozga chiroyli qilib qo'l qo'yib bera olasizmi? Qara, qog'oz topganimni qara." Men kelib boshqa. Ya mana menga qo'ying, qara, qaynanasiga 07 ichirib qo'yib, vashshi mast qilib qo'yib, qotib qolgan qaynana o'zi kasal. Qatiga qo'ygan, mana mashtaga qo'yasiz deb qo'lini mana manbitiga deb shiq etib qo'ydirib yuborganini qara. Ovqatlanib o'tirganda deb qo'lidagi pelasi paq etib tushib ketadi. Voy! Nadayel o'sha asab qilib. Yo'q, bitta pelani qo'lingiz deb qaltirab nima qilyapsiz? Yo, nima qilyapsiz? Bitta pilani men usholmay qo'lingiz qaltir deb oyog'ingiz qaltiroq bosib nima qilyapsiz? Deb. Endi siz ketingizdan yig'ishtirib yurishim kerakmi? Yo, meni qiladigan ishim yo'q boshqa. Yo, qiladigan ishingiz yo'q sizga kelin. Siz meni ko'tim poylab, ko'tim tozalab yuring desangiz, mayli men shuni qilib, men buni yeysiz. Deb o'tirganda, kelin, ana choy berasizmi sen? Ha deb muncha choy ichasiz. Choy. Bir kunda necha mahal choy ichasiz, oyijon? Choy ichasiz, siyas. Choy ichasiz, siyas. Siyas choy ichasiz. O'rnini to'ldiryapsizmi? Choy ichasiz, bu yoqdan tushaveradi. Choy ichasiz, bu yoqda tushaveradi. Bo'ldi-da endi. Yo'qsa kelin ovqat yeb chichar. Ovqat yeydi, chichadi. Nima qilyapsiz? Qara, mana nevarangiz bu yoqda meni zaybal qilib o'tiribdi. Bu yoqda siz yeb chichib yotibsiz. Nima bunaqa yasholmayman men. Qara, ketib qolganmi? Ketib o'lar. Lekin mana shu joyda yomon gapirsam, qara shu joyda va kelin yonma olganim. Lekin mana shu joyda yomon gapirsam kelin qaraydi. Mana shu kampir jalabga. Qizi kelib qaraydi mana.
Qizi hayotda kelib qaramaydi. Idin nahul deydi. Keliningiz bor, qarasin deydi. Tag'da bir keliniga bir o'tkizib, bir 1-2 kilo tilla berib qo'ygan bir kelin qilib olotganda. Baribir shu kelin qaraydimi? Kelin qaraydi. Qadriga yetsin o'shani kelinni. Shun kampir. Qara, ertalab endi xotin uyg'onishibdi. Endi bir payt endi ko'chaga chiqib ketish kerak-da. Adasi choy ichmayman choy. Anaqa ozgina pul? Yo'q pul. Pul yo'q. Sani tag'lagina faqat pul bilan ko'targanmi? Yo'q pulim. Qayerdan bo'ladi? Mana hada pul. Men robotmanmi? Har narsaga pul topadigan. Bunga yugurtirasan meni, cho'rtmanmi men sen? Qara, o'zing cho'rt deb o'ylaganmi? Shiqida eshikni olib chiqib ketgan ekan. Moshinaga duf etib o'tirib tiqirtib olib, endi o'ynashga telefon kerak. Shiqida chiqib tut. Avasa. Naqasiz. Nima qilasiz? Boshlagani qara, alavri o'ynashdan olib. O'tirdim. Ana shu sizga bir narsa aytmoqchi edim-da, ejonsa. Shunaqa gapirsa, ayol kishiga nima so'raydi? So'ravering, bemalol degani qara. Kutiga tegsa bir so'm tushmaydi, qancha. Shu sal xijolat bo'lmadi hechga. Voy, be, nimadan xijolat bo'ladi? Voy, pul mo're-yu. Nima kerak? Qancha pul kerak? So'rang, mana men beraman sizga pul. Nima olmoqchisiz? Siz osmondagi boru oilaga arziysiz-u. Mana men sizga o'sha osmondagi oila olib berib, bo'yningizga yulduzlardan marjon qilib bersam, Mahmud namoz o'tganda-ya. Men yaxshi ko'rgani bu bersam bor-u, yomon kelin. O'sha labini zo'r qilib bitta kostyum o'shanga bormoqchi edim. Madina opa degan qiz ekan. Boring. Ayol kishi degani o'ziga qarab yurgani yaxshi-da. Qancha kerak? Shuni gapiring. Siz menga nima problemingiz bo'lsa aytavering. Sizni problemingiz, mana meni problemim. Mana men rishat qilaman. Erkak bo'lib, mana men hammasini sizga topib beraman deganni qara. Endi bir payt labini qildirganda, chiroyli bo'lib endi bir payt, mana qarang, labini qildirdim, chiroyli bo'ldi. O bila. Ana endi siz haqqoniy seksi lady bo'libsiz-da. Ana endi labingizdan boshlar qilib sizni o'psa bo'ladi. Endi bir payt lablarim ko'karib daldalar chiqdi desa, eshitsa qilmaydi, zato ba'zan o'pishamiz deganni qara. Qara, ertalab endi xotin uyg'onishibdi. Endi bir payt endi ko'chaga chiqib ketish kerak-da. Adasi choy ichmayman choy. Anaqa ozgina pul? Yo'q pul. Pul yo'q. Sani tag'lagina faqat pul bilan ko'targanmi? Yo'q pulim. Qayerdan bo'ladi? Mana hada pul. Men robotmanmi? Har narsaga pul topadigan. Bunga yugurtirasan meni, cho'rtmanmi men sen? Qara, o'zing cho'rt deb o'ylaganmi? Shiqida eshikni olib chiqib ketgan ekan. Moshinaga duf etib o'tirib tiqirtib olib, endi o'ynashga telefon kerak. Shiqida chiqib tut. Avasa. Naqasiz. Nima qilasiz? Boshlagani qara, alavri o'ynashdan olib. O'tirdim. Ana shu sizga bir narsa aytmoqchi edim-da, ejonsa. Shunaqa gapirsa, ayol kishiga nima so'raydi? So'ravering, bemalol degani qara. Kutiga tegsa bir so'm tushmaydi, qancha. Shu sal xijolat bo'lmadi hechga. Voy, be, nimadan xijolat bo'ladi? Voy, pul mo're-yu. Nima kerak? Qancha pul kerak? So'rang, mana men beraman sizga pul. Nima olmoqchisiz? Siz osmondagi boru oilaga arziysiz-u. Mana men sizga o'sha osmondagi oila olib berib, bo'yningizga yulduzlardan marjon qilib bersam, Mahmud namoz o'tganda-ya. Men yaxshi ko'rgani bu bersam bor-u, yomon kelin. O'sha labini zo'r qilib bitta kostyum o'shanga bormoqchi edim. Madina opa degan qiz ekan. Boring. Ayol kishi degani o'ziga qarab yurgani yaxshi-da. Qancha kerak? Shuni gapiring. Siz menga nima problemingiz bo'lsa aytavering. Sizni problemingiz, mana meni problemim. Mana men rishat qilaman. Erkak bo'lib, mana men hammasini sizga topib beraman deganni qara. Endi bir payt labini qildirganda, chiroyli bo'lib endi bir payt, mana qarang, labini qildirdim, chiroyli bo'ldi. O bila. Ana endi siz haqqoniy seksi lady bo'libsiz-da. Ana endi labingizdan boshlar qilib sizni o'psa bo'ladi. Endi bir payt lablarim ko'karib daldalar chiqdi desa, eshitsa qilmaydi, zato ba'zan o'pishamiz deganni qara. Qara, ertalab endi xotin uyg'onishibdi. Endi bir payt endi ko'chaga chiqib ketish kerak-da. Adasi choy ichmayman choy. Anaqa ozgina pul? Yo'q pul. Pul yo'q. Sani tag'lagina
Faqat pul bilan ko'targanmi? Yo'q pulim, qayerdan bo'ladi? Mana hada pul, men robotmanmi, har narsaga pul topadigan. Unga bunga yugurtirasan meni, chortmanmi men sen? Qara, o'zing chort deb o'ylaganman. Shiqida eshikni olib chiqib ketgan ekan. Mashinaga duf etib o'tirib tiqirtib olib, endi o'ynashga telefon kerak. Shiqida chiqib tut. Avasa. Naqasiz. Nima qilasiz? Boshlagani qara, alavri o'ynashdan olib. O'tirdim. Ana shu sizga bir narsa aytmoqchi edim-da, ijozat. Shunaqa gapirsa, ayol kishiga nima so'raysiz? So'ravering, bemalol degani qarab. Kutiga tegsa bir so'm tushmaydi, qancha. Shu sal xijolat bo'lmadi hechga. Voy, be, nimadan xijolat bo'ladi? Voy, pul mo're-yu. Nima kerak? Qancha pul kerak? So'rang, mana men beraman sizga pul. Nima olmoqchisiz? Siz osmondagi boru oilaga arziysiz-u. Mana men sizga o'sha osmondagi oila olib berib, bo'yningizga yulduzlardan marjon qilib bersam, Mahmud namozov aytganda-ya. Men yaxshi ko'rgani bu bersam bor-u, yomon keldi. O'sha labini zo'r qilib bitta kostyum, o'shanga bormoqchi edim. Madina opa degan qiz ekan. Boring. Ayol kishi degani o'ziga qarab yurgani yaxshi-da. Bada. Menga qancha kerak? Shuni gapiring. Siz menga nima problemingiz bo'lsa aytavering. Sizni problemingiz, mana meni problemim. Mana men rishat qilaman. Erkak bo'lib, mana men hammasini sizga topib beraman deganni qara. Endi bir payt labini qildirganda, chiroyli bo'lib endi bir payt, mana qarang, labini qildirdim, chiroyli bo'ldi. O bila. Ana endi siz haqqoniy seksi lady bo'libsiz-da. Ana endi labingizda mashla qilib sizni o'psa bo'ladi. Endi bir payt lablarim ko'karib daldalar chiqib desa, "Eshitsa qilmaydi, zato ba'zan o'pishamiz" deganni qara. Qarang, ertalab endi xotin uyg'onishibdi. Endi bir payt endi ko'chaga chiqib ketish kerak-da. Adasi choy ichmayman choy. Anaqa ozgina pul? Yo'q pul. Pul yo'q. Sani tagligini faqat pul bilan ko'targanmi? Yo'q pulim, qayerdan bo'ladi? Mana hada pul, men robotmanmi, har narsaga pul topadigan. Unga bunga yugurtirasan meni, chortmanmi men sen? Qara, o'zing chort deb o'ylaganman. Shiqida eshikni olib chiqib ketgan ekan. Mashinaga duf etib o'tirib tiqirtib olib, endi o'ynashga telefon kerak. Shiqida chiqib tut. Avasa. Naqasiz. Nima qilasiz? Boshlagani qara, alavri o'ynashdan olib. O'tirdim. Ana shu sizga bir narsa aytmoqchi edim-da, ijozat. Shunaqa gapirsa, ayol kishiga nima so'raysiz? So'ravering, bemalol degani qarab. Kutiga tegsa bir so'm tushmaydi, qancha. Shu sal xijolat bo'lmadi hechga. Voy, be, nimadan xijolat bo'ladi? Voy, pul mo're-yu. Nima kerak? Qancha pul kerak? So'rang, mana men beraman sizga pul. Nima olmoqchisiz? Siz osmondagi boru oilaga arziysiz-u. Mana men sizga o'sha osmondagi oila olib berib, bo'yningizga yulduzlardan marjon qilib bersam, Mahmud namozov aytganda-ya. Men yaxshi ko'rgani bu bersam bor-u, yomon keldi. O'sha labini zo'r qilib bitta kostyum, o'shanga bormoqchi edim. Madina opa degan qiz ekan. Boring. Ayol kishi degani o'ziga qarab yurgani yaxshi-da. Bada. Menga qancha kerak? Shuni gapiring. Siz menga nima problemingiz bo'lsa aytavering. Sizni problemingiz, mana meni problemim. Mana men rishat qilaman. Erkak bo'lib, mana men hammasini sizga topib beraman deganni qara. Endi bir payt labini qildirganda, chiroyli bo'lib endi bir payt, mana qarang, labini qildirdim, chiroyli bo'ldi. O bila. Ana endi siz haqqoniy seksi lady bo'libsiz-da. Ana endi labingizda mashla qilib sizni o'psa bo'ladi. Endi bir payt lablarim ko'karib daldalar chiqib desa, eshitsa qilmaydi, zato ba'zan o'pishamiz deganni qara.